hayz vaqtida cho'milib bo'lmaydi degan gap xalq orasida aylanib yurganmish. Bu yoshga kelib men birinchi marta bunaqa bo'lmagan gapni eshitishim. Aslida hayz paytida har bir ayol va qiz bola muntazam ravishda cho'milishi kerak. Faqat dush qabul qilish yoki hammom qabul qilish, ya'ni vannani qabul qilishi orasidagi farqni bilish kerak. Hayz paytida hammom qabul qilish mumkin emas, to'g'ri. Chunki hammom, ya'ni vanna paytida tashqi suvdagi hamda teringizdagi mikroblar qinga va bachadonga kirishi mumkin. Lekin hayz paytida dush qabul qilish kerak. Chunki iliq dush bizani tanamizdagi mushaklarni yumshatadi. Og'riqsizlantirish xususiyatiga ega hamda tanamiz toza bo'lgandan keyin ruhiy tetiklikni ham sezishimiz mumkin. Shuning uchun doimiy ravishda sizga hayz paytida beradigan maslahatlarimni diqqat bilan eshiting. Sizga beradigan maslahatlarim: birinchisi, kuniga 1-2 marotaba iliq dush qabul qilish. Ikkinchisi, dushdan tashqari jinsiy a'zolaringizni doimo toza qilib yuvish, ya'ni suv bilan yuvish va ichki kiyimlaringizni toza qilib yurish. Uchinchisi, hayz paytida og'ir jismoniy mehnat hamda jinsiy yaqinlikdan tiyilish.